Biznes rivojlantirish banki mening yonimda esa shu bankning xodimi Umidjon insonlar qiziqtirayotgan savol. Hozir qanaqa kreditlar bor va qanaqa tartibda beriladi? Assalomu alaykum. Hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan ishsiz fuqarolarga 15 million so'mdan 60 million so'mgacha 24% dan 3 yilga 6 oy imtiyoz davri bilan kredit ajratilyapti. Bu tumanimizda xohlagan ishsiz fuqaroga kredit ajratamiz. Bundan tashqari yana bomba yangiligimiz Damas Labo 10X Tracker avtomashinalar uchun 0% dan kreditlarimiz bor. 0% dan, 0%. foizsiz. Necha yil muddatga? 1 yil muddatdan 4 yil muddatgacha beramiz. Boshlang'ich to'lovi bor. Boshlang'ich to'lov farqi summaga qarab ketaveradi. Ishlaydigan fuqarolarga mikroqarzlarimiz bor. 27% dan boshlanadi, 30% gacha. Bemalol kelib murojaat qilishlari mumkin. 1 kun muddat ichida chiqarib beramiz. Hujjatlarni taxlasa 1 kun muddatda chiqarib berasiz. Faqat pasport bo'lsa bo'ldi. Bu barcha biznes rivojlantirish banki uchun taalluqli. Taalluqli tushundim. Hozir biz Qumqo'rg'on biznes rivojlantirish bankidamiz. Agar hujjatlaringiz saq bo'lsa, hamma hujjatlaringiz bo'lsa, avtokredit ishlaydiganlar uchun va ishlamaydiganlar uchun kredit chiqarib beriladi. 1 kun muddatda chiqarib berar ekan, va'da berishyapti agar hujjatlarni taq qilib berishsa. Shunday. Rahmat. Mayli, sog' bo'ling, kutamiz hujjatlarni.